Şəhidani Xotanning 19-asrdagi az bir qism allomalardan biri bo'lgan Hazrati Allama İbrahim Qozi Kalon hozir Uyg'ur xalqining xotirasidan ko'tarilib ketayotgan gigant shaxslardan biri bo'lib, milodiy 1799-yili kuzda Xotan viloyatining Qaraqash nahiyasida o'lima Tursun Damollamning oilasida tug'ilgan. Onun bovusi Hasan Alam Axunum Şəhidani Xotan diyarının dinni peshivasi bo'lib, onun barcha o'g'illari 1760-yildagi Manching tajovuzchilariga qarshi g'azotda odoqchi urush qilib shahid bo'lgan. Hasan Alam Axunum ömrüning oxirida yana bir o'g'il farzandlik bo'lib, uningga ömrü uzun bo'lg'ay deb Tursun deb ot qo'ygan. Tursun Axunning o'g'li tug'ilganda Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgan Manjularning Xaqoni o'lgan bo'lib, Hasan Alam Axunum shu munosabat bilan navrisiga haq uchun zolimlarga qarshi kurash qilsin deb İbrahim deb ism qo'ygan. Yosh İbrahim boshlang'ich bilim ma'rifatni Ilchi shahrida olgan. Qur'oni Karimni to'liq yodga elib, tajvidlik erishotnomasiga erishgandan keyin bovusi uni o'z zamonasining allomasi va Qashqarning bosh qozisi Molla Muhammad Sodiq Alamning huzuriga avatgan. U Qashqar xonlik madrasasida fiqh, hadis, tafsir, miros ilmi, til adabiyot, arab tili grammatikasi, payg'ambarimizning tarjimaholi, logika, ilmiy kalom, ilmiy bayon va balog'at va tajvid ilmi qatorliq dinniy fanlarni pishiq o'zlashtirib qolmasdan, balki shu chog'dagi nopozliq allomalardan turli fan madaniyat bilimlarini mo pishiq o'rgangan. Uning dinniy bilim saviyasi va kishilik xarakteri, axloq va xarakteri ustozi Molla Sodiq Alamning cho'nqur ta'siriga uchirgan. Yosh İbrahim Qashqar xonlik madrasasida o'qiyotgan chog'larida butun Chin xonligi va Sharqiy Turkistonni zilzilaga solgan Jahongir Xo'ja qo'zg'oloni portlagan. Uning Qashqardagi 10 yilining 9 yili bu qo'zg'olonga xufiyani yeztashlik qilish bilan boshlanib, ishtirok qilish bilan oxirlashgan. 1826-yili 24-avgust Jahongir Xo'ja Qashqarda o'z davlatini qurganda Qo'qon xoni Mehmet Ali xonning Qashqarni Qo'qonga qarashliq viloyat qilish talabini rad qilgandan keyin Qo'qon taraf barliq askarlarini Qo'qonga qaytirib ketgan. Oqibat 1828-yili bahorda Jahongir Xo'janing tutqun qilinishi bilan qo'zg'olon mag'lub bo'lib, Qashqariya yana bir qitim Manching mustamlikasi ostiga tushib qolgan. 1828-yildan 1829-yilgacha xonlik madrasa taqib etilgan. Bu jarayonda Jahongir Xo'ja qo'zg'oloniga qatnashganlar tutqun qilinishga boshlagan. Molla Sodiq Alam İbrahimni Toshmiliqdagi yaqin do'stlarining yeniga avatib, vaziyat yaxshilang'icha uni yo'shirib qo'ygan. Uzun o'tmay ular qayta jam bo'lib, madrasa hayotini boshlaganda 1830-yili Jahongir Xo'janing akisi Mat Yusuf Xo'ja Qo'qon xoni Mehmet Ali xonning yordami bilan o'z inisining intiqomini elish bahonasida sharqqa qo'shin tortib, Qashqarni qo'lga elib, to'p-to'g'ri 90 kun hukmron bo'lgan. Biroq bu orada Buxoro xonligi Qo'qon xonligiga orqadan hujum qilganlikdan Qashqarni qattiq mudofaa qilayotgan Qo'qon qo'shini qaytib ketgan. Oqibat Manching qo'shini shu yil kuzda Qashqariyani qaytib besib olgan. Noiloj qolgan Molla Sodiq Alam Axunum qobil shogirdi İbrahimga Muddaris nomli unvon, Qozi va Mufti nomli ikki muhim dinniy unvon berib, muhrini besib, uni Xotanga qaytirgan.
Bu çağda İbrahimning bovisi allıburun vafot bo'lgan bo'lib, u dadisi Tursun Damoğlu bilan billa avval Qaraqashda, keyincha Elchi shahridagi cho'ng jamiyada ham muddarislik ham qozilik xizmatini qilgan. 1862-yili Xotanda portlagan Habibullah Hoji qo'zg'oloni g'alaba qilgandan keyin Xotan islom podshohligi İbrahim Qozi Kalonni Xotanning bosh qozisi va bosh muftisi qilib tayinlagan. 1866-yili dekabrda Xotanni o'z hokimiyatiga qo'shgan ataliq g'ozi Badavlat Yoqubbek İbrahim Qozi Kalonning Xotandagi zo'r ta'sirini ko'zda tutib, uni davomli Xotanning bosh qozisi va bosh muftisi qilib ishga qo'ygan. Qashqardagi yig'iliqlar va Xotan tavasida o'tirg'i chiqqan har turli siyosiy iqimlarga qarta İbrahim Qozi Kalon betaraf pozitsiya tutib taraf tutmagan. Xon sultonlarga xo'shamad qilish va mansab tamasidan jiroq bo'lg'ashqa, u Habibullah Xon va Badavlat Yoqubbeklarning hurmatiga noil bo'lgan. To'limu afsus 1877-yili 29 may Yoqubbek Korluda tuyuqsiz vafot bo'lgan hamon uning qotili deb gumon qilingan Xotan hokimi Niyoz Hekimbek Badavlat Yoqubbekning cho'ng o'g'li Begquli Bekka itoat qilmay mustaqillik jakarlagan. U shu chog'da Xotan xalqining qo'llashi va yordamini qo'lga keltirish uchun İbrahim Qozi Kalonga siyosiy fatvo chiqarib berish haqida besim qilgan. İbrahim Qozi Kalon bu talabni qat'iy rad qilgan. Natijada Niyoz Hekimbek uni barliq diniy vazifalardan ilib tashlab, o'rniga o'zini himoya qiladigan bir kishini ishga qo'ygan. 1877-yili 10-oyda Begquli Beg Xotanni qayta tinchitib, İbrahim Qozi Kalonni qaytadan vazifaga qo'ymoqchi bo'lganda, ichki urushlarda va siyosiy iqimlar orasidagi turli surkilishlarda betaraflikni saqlayotgan Qozi Kalon bu taklifni siliq rad qilgan. Oradan uzun o'tmay Zozungtang qo'shini 1877-yili 17-dekabr hozirgi Qashqar shahriga bostirib kirib, qatliam elib borgan. Poytaxt Qashqar shahrini mudofaa qilguvchi qo'shinlarning g'olliq amirlari Begquli Beg boshchiligida Qo'qonga qochgan. Askarlar adoqqicha urush qilib shahid bo'lgan. Qoldiq sarkardalar Xotanga chekinib, eng oxirgi hal qilg'ish va hayot mamotlik urushga tayyorlangan. Zozungtangning Qashqar shahridagi qirg'inchiligining mohiyatidan, kimlarning shartsiz qirib tashlanish ehtimolligining zo'rligini his qilgan Xotan Uyg'urlari İbrahim Qozi Kalon boshliq diniy peshvolar Xotandagi mo'tvarlar va to'rlarning xotun bola chaqalari va bir qism yashangan kishilarni qorong'u tog' etikidagi xilvat va munbat o'ringa opirib joylashtirib qo'yib, 1878-yili 5-yanvardan 24-yanvargacha Çin armiyasi bilan qattiq jang qilgan. Molla Musa Sayramining bayonlariga qaraganda, Badavlatning qoldiq amaldorlaridan 90 nafar eng g'olliq shaxs shahid bo'lgan mazkur Xotan urushi nihoyatda qattiq va keskin davom qilgan bo'lib, hech qanday orqa saf ta'minoti bo'lmagan Qashqariya fidokorlari jon tikib jang qilib, qutlug' zaminni qo'g'dash yo'lida mardlarcha shahid bo'lgan. Xotan ishg'ol qilingandan keyin Sharqiy Turkistonning janubiy qismini to'liq kontrol qilgan Manching jallotlari Xotan va Qashqarda tutqun qilish va turli o'sh ilish jinoyatlarini sodir qilib, 1862-yildan 1878-yilgacha Manching xonligiga qarshi hokimiyatlarga askar bo'lganlarni yo'qotishga boshlagan. Mazkur ahvoldan dal vaqtida xabar tepib turayotgan Char podshohning Toshkentdagi Turkiston harbiy valisi
Gubernator Gavfman Qashqariyada Yaqub Bekning cho'ng o'g'lini xon qilib tiklab, yana bir Uyg'ur davlati qurish va Manasda Bayyanxu boshchiligida bir Tungan davlati qurish planini tuzib chiqqan. İki tajovuzchi kuchning Buyuk Turkistonni bo'lishish jarayonidagi bu urinishlardan foydalangan Xotan xalqi bu fursatda Qorong'u tog'dagi mo'tavarlarni qaytirib kelib, İbrahim Qozi Kalonni qaytadan dinni peshvo qilib tiklagan. Yana 2 yildak dinni peshvolik qilgan İbrahim Qozi Kalon 1881-yili 22 noyabr yana Char Rossiya bilan Manching taraf Turkistonni yang ichida bo'lishib olgan. Peterburg kelishimi, ya'ni Eli shartnomasi imzolanib, to'g'ri 9 oydan keyin Ilchi shahrida vafot bo'lib, shu yerdagi ajdodlarining oyiqiga dafn qilingan. İbrahim Qozi Kalon Xotan tarixidagi muhim dinniy mansablarning o'disidan chiqarilgan oz sondagi buyuk simallarning biri bo'lib, 19-asr Uyg'ur tarixini bo'libmi Xotan tarixini tadqiq qilishda marhumning tarjimali muhim rol o'ynaydi.